Biz chin vakil kompaniyasini tuzganmiz. Nimaga chin vakil deganmiz? O'zbek tadbirkorini Xitoydagi ko'zi, qulog'i, unga foyda bo'ladigan vakili sifatida faoliyat yuritamiz deganmiz. Chunki biz har doim arzon narsa olib beramiz demaganmiz. $1 narsa olib bersangiz, uni olib kelib ishlata olmasa, u qimmat. Xuddi o'sha narsani $10 olib kelib bersangiz, lekin undan $20 foyda ko'rsa, demak u yaxshi narsa olgan. O'shani ko'p tadbirkorlar tushunmaydi. Chiqishganda, "Voy, men bu arzon beryapti." Ya'ni faqatgina arzon narsaga yopishadi. Va buni o'rtada masalan hozir o'zbeklar ham ko'p, mana bizga o'xshagan o'sha vakillik qilyapman, yana bitta gap topishib oldi, bayerlik qilib beryapman degan so'zlar chiqib qoldi-da, men shunaqa bayerlik qilib beraman deydi. Ular bu mahsulotni O'zbekistonga kelganda foydasini ko'ra oladimi, yo'qmi, o'sha narsani hali o'zi tushunmasdan eng arzonini tanlashadi. Va bizdan so'raydi, biz xuddi shu narsani ko'rinishidan, ya'ni bir xil narsani $5 deyapmiz, yana kimdandir so'raydi $2, $3 deb aytayapti. Tadbirkor bo'ldi, bular qimmat ekan deydi, $3 oladi. Lekin kelgandan keyin $3 dan $1 foyda ko'rishi mumkin. Bizda misol $5 dan $5 foyda ko'rishi mumkin. O'shalarni shunaqa qilish kerak ekan. Ya'ni biz tadbirkorlarda zakup madaniyati, zakup ilmi ham unaqa zo'r emas ekan. Shuni biz o'rganaylik, shuni biz yaxshi qilaylik deb sherigimiz bilan shu biznesni boshladik va ayni pandemiyaga shu narsa to'g'ri keldi. To'g'ri kelgan payti ham bu bizga bo'lgan talabni kuchaytirib tashladi. Chunki ko'pchilik o'zi kela olmaydi. Haqiqatan ham u yoqda endi ko'zi, qoshi, qulog'i bo'lish kerak Xitoyda. O'sha paytda pandemiyada ancha odamga o'sha Xitoydan mahsulot jo'natishga, boshqaga yordam berdik.